Primer iloji boricha ishlatish kerak emas. Primer bermasa ham kraskani yurishi mumkin deb aytaman-ku. Men shuning uchun ham hozir mana yarmidan kesib tashladim. Ustini bo'lishadi. Kuzovlarni ayniqsa plastmassa joylariga kraskalarga oxirigacha dakansa yaxshi plotniy kelmaydi. Bu burunli plyonka qayrilgandan keyin fellangandan keyin ertaga yana shilinadigan bo'lsa, imенно mana shu joyidan ketib qolish ehtimoli bor. Shu sababdan ham mana shunaqa yarmidan kesib tashlasangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Kechib olgan usta akalarimizni ham, burunli plyonkadan xabari bo'lmagan ba'zi bir ayrim detailing servis yurg'izadigan akalarimizni ham top olgan gapligi primer aybdor bo'lib qoladi. Ya'ni hayp qilishi eng zo'r yo'li bo'lib qoldi. Usta akamizning fikrlarini eshitib olsalar, qanaqa holatda to'g'ri ko'chirsa, kraskasi qolib ketmaydi yoki kraskani ko'chirib chiqarmaydi. Ya'ni e'tibor berish kerak bo'lgan narsamiz, bu narsani hamma kassaparaf lyuboy usta akamizdan so'raydigan bo'lsangiz, Xitoydan kelgan mashinalarning lak qatlami yumshoqligi, tez qirilib ketishi, mana shunaqa detallarda kraskasi ko'chib ketishini hamma biladi. Bu narsaga hadeb primer aybdor bo'lmaydi. Hamma narsada me'yor bo'lgani yaxshi. Asallar ham oz shirin, ko'proq yoradigan bo'lsangiz, o'limgacha olib borishi mumkin. Burunli plyonkada ham xuddi shunaqa primerni me'yorida ishlatish kerak. Agar kuchliligidan ikkilanadigan bo'lsangiz, sizlarga demak sizga tavsiya qilamiz. Bundan ham keyingi qiziq videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.